bildirsangiz, albatta biz ularni o'qib eshittiramiz. Xolis fikrlarni kutib qolamiz, ya'ni hech qanday bir so'kinishlar, haqoratlar bo'lmasligini biz istab qolamiz. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz ekspertlari har doimgidek Narzullo Saydullayev va Tolibjon Qosimov, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, dastlab Navbahor Surxon jamoalari o'rtasidagi uchrashuv haqida gaplashamiz. Bois aynan mana shu o'yin bugungi 7-tur bahslarni boshlab berdi. Tolibjon Qosimov bevosita mana shu o'yinda ishtirok etib qaytdi. Xabaringiz bor, Navbahor jamoasi hozircha darbadar o'z maydonida o'yinlarni o'tkaza olmayapti. Birinchi davra menimcha shunday bo'lsa kerak oxirgacha va ikkinchi davradan katta ehtimol bilan klub Namanganga qaytadi. Hozircha Navbahor jamoasi mehmonda va neytral maydonda harakat qilyapti, lekin yomon emas. Yomon emas, jamoa bugungi uchrashuvdan so'ng o'z ochkolarini 15 taga yetkazib oldi va hozir 3 ta jamoa hisobida 15 tadan ochko bor. Navbahor to'g'ri bitta ko'p o'yin o'tkazgan. Neftchi va Paxtakor jamoalari o'z uchrashuvlarini erta va indin o'tkazishadi. Demak, aynan mana shu o'yinga to'xtalib o'tamiz. Navbahor va Surxon jamoalari o'rtasidagi bahs kutilgandek namanganliklarning ustunligida o'tdi va yakunda 2 hisobdagi g'alaba ta'minlandi Timur Kapazi jamoasi tomonidan. Tolibjonga yuzlanamiz. Tolibjon, mana shu o'yin haqida fikrlaringiz. Surxon jamoasi to'g'risi shu murabbiy almashgandan keyin ancha yaxshi o'yin namoyish etayotgan edi. Chinedo o'sha jamoa hujumchisi ketma-ket o'yinlarda gol urayotganda o'tgan turda ham juda chiroyli gol muallifi bo'lganda OKMKga qarshi bahsda va mana shu jihatlar bilan bugungi uchrashuvga bo'lgan qiziqish baribir yuqori edi. Navbahor jamoasining osonlik bilan g'alaba qozonadi degan fikr yo'q edi ko'pchilikda. To'g'ri, g'alaba qozonishi mumkin, ustunlik jihatlari bor degandiku, lekin Surxondagi o'zgarishlar fonida Navbahorning g'alabasi, oson g'alabasi kutilmagan edi. Darhaqiqat o'zi o'yinga qaragan bo'lsak, nafaqat bugungi o'sha Navbahor Surxon o'yini, barcha o'yinga nazar soladigan bo'lsak, bizda o'sha Superligamizda boksing oyi deymiz, o'sha ketma-ket 6 ta o'yin oylik boshlangani sababli deyarli har o'yinda barcha Superliga jamoalari imkon qadar rotatsiya qilishga urinyapti. Ya'ni har o'yinda aniq hisoblab chiqmadim, lekin deyarli har bitta jamoa ketma-ket 2 ta o'yinda bir xil tarkib tushirmayapti adashmasam. Agar Babayan shunaqa qilmagan bo'lsa, bugun ham Navbahorda ham yetarlicha rotatsiya bor edi. Surxonda ham anchagina rotatsiyalar bor edi. O'yindan keyin matbuot anjumanida ham oldinga o'tib aytishim mumkin. Anvar G'ofurov o'sha asosiy tarkibning yetakchi o'yinchilari Behruz Karimov, bundan tashqari o'sha hujumchi Chinedularni aynan ikkinchi bo'limda o'yinni keskin kuchaytirish maqsadida zaxirada qoldirganini aytib o'tdi. Ya'ni taktikasi o'yindan oldin taktika shunaqa bo'lgan, lekin garchi o'zini oqlamagan bo'lsa-da va umumiy o'yinga to'xtalishdan oldin ikkita yoqimsiz holat bor. Shuni aytib ketmoqchiman mana shu o'yin haqida. Ya'ni birinchisi, adashmasam 45-daqiqada Surxon darvozaboni Davron Merganov jarohat oldi. Bu Navbahor hujumchisi Katulondi Kati bilan to'qnashuvdan keyin o'ng oyoq son qismini ushlab juda qattiq baqirdi. Men o'sha tomonda o'tirgan edim. O'sha bevosita jarayonni rasmga oldim. Shu Telegram Chempionat Aziz Telegram kanalida ham chiqdi. Butun jarayon fotolar bilan. Ya'ni darvozabon rostmana juda kuchli og'riqni his qildi va bu uni bor ovozda baqirishidan ham, dodlashidan ham yaqqol bilindi. To'g'risini aytsam, uni ovozini eshitib rahmim kelib ketdi, chunki ovozini o'zi aytib turganda qanchalik og'riq his qilayotganini va dastlab o'yinni davom ettirmoqchi bo'ldi darvozabon. O'rnidan turdi, lekin qaradi, bo'lmadi. O'zgartirib almashtirishlarni so'radi va ko'zlarida yosh bilan yig'lab maydonni tark etdi. Ushbu darvozabon unga salomatlik tilab qolamiz. Umid qilamizki, tezroq sog'ayib safga qaytadi va bu jarohat, yo'qotish Surxon uchun o'yindagi so'nggisi emas ekan. Afsuski, ikkinchi bo'limda o'sha o'yinni kuchaytirish uchun zaxiradan Chinedu hamda Behruz Karimovlar tushirildi Surxon tarkibida va afsuski, o'sha misol uchun deylik, milliy terma jamoa tarkibida mundialga potensial borishi mumkin bo'lgan nomzodlardan biri, o'sha oxirgi yig'inga ham chaqirilgan o'ng qanot himoyachisi Behruz Karimov jarohat olib yana qayta zaxiraga olindi, almashtirildi va mana biroz oldin saytimizda xabar chiqdi bu haqda. Afsuski, Behruz Karimov oyoq suyagini sindirib olibdi o'yinda va kamida 1 oy davomida davolaydi. Ya'ni kamida 1 oy maydonni mashq qila olmaydi. 1 oydan keyin sekin mashg'ulotlarni boshlashi mumkin va bu Surxon klubi uchun ham juda katta yo'qotish. Bitta o'yin, ikkita o'yin uchun yo'qotadi. Va Karimovning yo'qotishi terma jamoa uchun ham
yo'qotish bo'ldi. Har ikkala futbolchiga, o'sha Darvozabon Merganovga ham, himoyachi Karimovga ham shifo tilab qolamiz. Tezroq sog'ayib safga qaytishsin. O'yinga keladigan bo'lsa endi uzr so'rayman, oldinga o'tib ketib jarohatlar haqida gapirib qo'yganim uchun. O'yinning o'ziga keladigan bo'lsa ham, o'yinda Navbahor juda sokin boshladi o'yin startini. Aynan startini bilmayman bu nima bilan bog'liq, balki o'zi bu yil aksar o'yinlarga e'tibor bergan bo'lsak, Kapazze shogirdlari Dinamo, Paxtakor, Andijon kabi kuchli jamoalarga qarshi o'yinlarini juda yaxshi boshlayapti, yaxshi o'ynayapti. Lekin masalan Buxoroga yutqizib qo'ydi, Qo'qonga yutqizib qo'ydi. Garchi o'yinda to'p nazorati va o'yindagi vaziyatlar yaratish bo'yicha ustunlik o'sha yutqizgan o'yinlarda Navbahor tomonidan bo'lgan bo'lsa-da, kuchsizroq jamoalar bilan o'yinda start unaqa shovqinli start bo'lmayapti. Ya'ni bugun ham shunaqa bo'ldi. Ya'ni startni o'zida jamoa juda ham aktiv, zo'r o'ynamadi, lekin keyinchalik o'z o'yinini topib oldi baribir. Ikkinchi bo'limda ham balki misol uchun Timur Kapazze o'yindan keyingi matbuot anjumanida buni ob-havo bilan ham bir bog'liq bo'lishi mumkin edi. Ya'ni birinchi bo'limda issiq edi havo, ikkinchi bo'limda joyiga tushdi hammasi deb. Lekin shu ahvolda ham, shu start yomon bo'lgan ahvolda ham birinchi bo'limda 1-0 hisobda yutdi Navbahor. Lekin aslida bemalol 2-3 ta to'p kiritib tashlashi mumkin edi birinchi bo'limning o'zida. Faqatgina shu vaziyatlardan, hamma vaziyatdan foydalana olishmadi va o'sha birinchi bo'limda yagona gol o'ng qanot himoyachisi Saidazod Mirsaidov tomonidan pas berildi va braziliyalik Alex Fernandes bir teginishda to'pni darvozaga yo'lladi. Darvoqe shu joyda narigi jamoa safida milliy terma jamoaga potensial nomzod o'ng qanot himoyachisi oyog'i sinib jarohat oldi. Bu jamoa Navbahor safidagi o'ng qanot himoyachisi esa ayni shu uchrashuvda tasodifni qarangki, golli pas berdi va uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi Saidazod Mirsaidov. Misol uchun terma jamoaga nomzodlar orasida bitta o'yinchini yo'qotdi, ikkinchisi juda ham yaxshi o'ynadi. Umid qilamiz, jahon chempionatigacha hamma nomzod futbolchilar sog'ayib safga qaytadi va Cannavaro eng yaxshi formada bo'lgan, eng kuchli futbolchilar, o'yinchilarni mundialga olib ketadi. Navbahor o'zining o'yiniga kelib bo'lsa, ikkinchi bo'limda ham yetarlicha vaziyatlar bo'ldi Kapazze shogirdlarida va ikkinchi bo'limda ham boyroq bitta vaziyatdan foydalanishdi va tabloda ham ishonchli hisob 2-0, o'yinda ham bemalol bundan ham ko'proq gol ura oladi Navbahor va bugungi kunda kelib chiqsa 2 peshqadam Paxtakor va Neftchiga ochkolar soni bo'yicha yetib oldi Navbahor. 700 dan oshdik. Jonli efirda bizni kuzatayotganlar, faqat layklar soni juda ham kam, yetkazib qo'yamiz. Va dastur avvalda aytib o'tdim, Andijon jamoasi muxlislariga yuzlanib, o'zlarini fikrlarini bildiringlar. Samvel Babayan jamoadan ketish kerakmi, qolish kerakmi degan. Hozir ana shunday ma'lumot chiqdi. Narzullo Saidullayga so'zni beramiz. U kanalda yozdi bu xabarni. Matbuot anjumanida Samvel Babayan ketganini rasman e'lon qildi. Iste'fo so'rabdi. O'yindan keyin, mag'lubiyatdan keyin tushunarli edi yoki iste'fo berardi. Ana kinolarda aytadi-yu, o'zingiz arizani yozasizmi yoki o'zimiz haydaylikmi deydi. Ya'ni hurmatini qilgan holatda iste'fo so'rabdi, tushunishim bo'yicha. Endi iste'fo so'ramaganda ham baribir rahbariyat qarori, yakuniy qarori aniq edi. O'sha o'tgan o'yindan keyin ko'pchilik internet portladi-yu, Babayan ketibdi, hokim haydabdi, hokim yig'ilish qildi degan. Menimcha adashmasam, unaqa menga yetib kelgan ma'lumotga ko'ra yig'ilish bo'lmagan. O'tgan o'yindan keyin o'shaga jahli chiqqan haqiqatan va so'nggi shans bergan. Ya'ni so'nggi shans bu OKMK bilan o'yindagi g'alaba edi. Bugun shu hatto durang ham bo'lmadi va katta ehtimol Babayan aqlli inson, juda kuchli murabbiy bo'lmasa ham juda aqlli, oldinni ko'ra biladi va rahbariyat uni ishdan bo'shatishdan avvalroq u iste'foga chiqishini e'lon qilib qo'ya qopti. Buni endi shu esingizda bo'lsa, milliy terma jamoa jahon chempionati saralash paytida juda ham ko'pchilik jurnalistlar, boshqalar, xususan masalan bizning sobiq vakilimiz Shahboz Beg'amroz ham matbuot anjumanlarida iste'fo berasizmi deganda beragan va oxirgi o'yinlarda shu Koreya bilan 0-0 bo'lgandan keyin chiqa olmaganimizdan keyin men hali o'zim kela olmadim, keyinroq albatta bu haqda aytib ketaman deb biz uchun tuga bo'lgan saralash va sekin chiqib ketgandan keyin matbuot anjumanida yig'ilgan jurnalistlar pazor deb baqirib haydab qo'yishgan, ya'ni kuzatib qo'yishganda shuni vaziyat. Bugun endi Andijondagi vaziyat qanaqa bo'ldi bilmadim, jurnalistlar tomonidan iste'fo so'raganidan keyin videolar chiqsa balki ko'rarmiz. Xo'p. Navbahor legionerlari sekin ishonchni oqlashni boshlayapti. Nima deysizlar? Hamma savolni o'qib shunaqa legionerlarga nima deysizlar deb yozishyapti. Shu qarang, shu Navbahor jamoasi bir narsaga e'tibor berdi. Bitta futbolchi kutilmaydi. Masalan, istalgan futbolchisi boshqa futbolchilar ham hafta o'dirib gol uryaptilar. Shunaqa.
Hozir bugungi o'yin kelib chiqqan bo'lsa, bevosita mana shu fikr bildirgan kim bilmayman. Xuddi shunga o'xshash savolni men matbuot anjumanida Timur Kapadzega berdim. Ya'ni jamoani legionerlari haqida fikringizni bilmoqchiman. Ya'ni bugun misol uchun deylik legionerlar o'sha Kati, Ilich, Alex Fernandeslar yaxshi o'ynadi, yomon o'ynamadi va ularni progress haqida so'radim. O'sha Kapadze nafaqat bu legionerlar, hamma o'yinchilarda progress bo'lyapti va nasib qilsa jarohat olgan o'yinchilarimizni hammasi safga qaytsa, bu men uchun yaxshi ma'noda juda bir jiddiy muammo bo'ladi, bosh og'riq bo'ladi, yaxshi ma'nodagi, sababi hamma o'yinchilar sog'ayib, misol uchun deylik Chichinadze jarohatda, Muhammad Ali G'iyosov jarohat, hammasi safga qaytsa, men uchun yaxshigina bosh og'riq bo'ladi dedi va rostdan ham shunaqa. Bugun misol uchun Alex Fernandes ham, Ilich ham garchi har ikkalasi gol urgan bo'lsa ham, golidan tashqari ham ikkalasi ham juda ham aktiv harakat qildi. O'yinda misol uchun Vanya Ilich deylik, mavsum boshida birinchi o'yinda Dinamo bilan zo'r o'ynaganda, keyin Paxtakor bilan o'ta omadsiz o'yin o'tkazdi. Adashmasam Buxoro bilan o'yindamida yomon o'ynadi. Birinchi bo'limdan keyin almashtirib yuborildi. Adashmasam Buxoro bilan shekil. Keyin ko'proq asosan zaxiradan tusha boshlagandi. Bugun mana asosiy tarkibda Timur Kapadze imkoniyat berdi va uni winger roliga emas, hujumchi ortiga qo'ydi va hujumchi ortida u o'sha 10-raqam joyida juda ham yaxshi o'ynadi, o'zini zo'r ko'rsatdi va menimcha bu narsa murabbiy Kapadzeni xursand qilayotgan bo'lsa kerak. Darhaqiqat legionerlarda ham o'sha oldinga siljish, progress bo'lyapti. O'sha himoyachilardan tortib, deylik o'sha Jigirinay ham yaxshi o'ynayapti, Ilich bugun yaxshi o'ynadi, Fernandes, Kati haqida desak, Kapadze aytdiki, men kutganchalik effekt bermadi, sababi balki bu dedi o'sha oldingi o'yin, Andijondagi o'yin sababi ham bo'lishi mumkin, chunki Zabihullo O'rinboyev qovurg'asini sindirib olgani bois jamoada sof hujumchi boshqa yo'q va Andijonda Kati to'liq o'ynadi va to'liq juda katta bosim ostida o'ynadi. Shuning uchun va u o'yinga bor yo'q 4 kun bo'ldi. Shuning uchun Katida biroz charchoq alomati ham bilindi bugun o'yinda. Shuning uchun biz kutganchalik o'ta faol bo'lmadi. Shuning uchun ertaroq almashtirdim deb aytib o'tdi, lekin o'sha Kati ham menimcha yomon hujumchiga o'xshamayapti. Sekin-asta formaga kirib olsa yomon emas menimcha. Endi shu Nabuxor legionerlarini top legionerlar ekan deb ayta olmaymiz hozircha, lekin sekin-sekin chindan ham yaxshi formaga kirib borishyapti. Xo'p, matbuot anjumaniga kirgan bo'lsangiz, Norchayevni holati haqida qachon qaytishi mumkin ma'lumot berilmadimi? Norchayev Holat qanaqa ekan hozir? Matbuot anjumanida Norchayev mavzusi ochilmadi, lekin o'yindan oldin bevosita biroz qisqa vaqt davomida Timur Kapadze bilan suhbatlashib qoldim stadionga borganimda va o'shanda Timur akani o'zlaridan so'radim, bevosita Norchayev masalasimi bo'lyapti, qachon safga qaytadi, qachon mashg'ulotlarni boshlaydi deganda so'radim va Timur akani aytishi bo'yicha, bosh murabbiy Kapadzeni aytishi bo'yicha Husayn Norchayev oxirgi test qolibdi. Ya'ni u hozir bu yerda Nabuxor bilan emas, alohida shug'ullanib tiklanish jarayonini o'tkazyapti-yu, individual. O'sha tiklanish jarayoni bo'yicha oxirgi test qolibdi. O'sha testdan muvaffaqiyatli o'tsa, keyin sekin maydonda yugurishni, shug'ullanishni boshlar ekan. O'shandan keyingina jamoaga qo'shilar ekan va murabbiyning kutilmasi bo'yicha mana shu aprel oyining oxirlariga borib Norchayev sekin-asta safga qaytadi va balki aprel oyining oxirlaridagi tur o'yinlarida maydonga tushib qolar oxirgi daqiqalarda. Ya'ni mundialga ketsa ketdi, agar mundial ketmagan bo'lsa, kubok bahslarida maydonga tushishi mumkin. Ikkinchi davraga tayyorgarlik boshlaydi. Ikkinchi davra va may oyida 3 ta tur bo'ladi, kubok o'sha o'yinlarda o'ynash mumkin. Misol uchun agar mundialga ketmasa, xuddi Masharifga o'xshab holatu, o'ynamayapti, jarohatdan terma jamoa yig'ilgan payt jarohatdan tiklanib qaytadi, lekin Cannavaro endigina jarohatdan qaytgan o'yinchini oladimi, hali u vaqt masalasi, u vaqt ko'rsatadi. Xullas, aprel oyining oxiriga borib biz Husayn Norchayevni maydonda ko'rib qolsak kerak nasib.